Assalomu alaykum. YouTube'da bizni kuzatib boruvchilar ko'rishinglar mumkin. Bugun ham xizmatga kelganmiz. Xizmatimiz Andijon viloyati Asaka tumanida bo'lyapti. Ko'rishinglar mumkin. 393 kvadrat tomizga penadan non bosib bergan kelganmiz. Bizga shunaqa cho'rni holatda topshirasizlar. Ustiga materiallarini qoqib, mana chiroyli holatdagi materiallar ham bizdan bo'ladi. Mana materiallarni ko'rishinglar mumkin. Shunaqa qattiq, chiroyli holatda bo'ladi. Tagiga solib, bu yerda ustakalarimiz quyishyapti. Kimga xizmatlar, loydonniga, pena xizmati kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ekranda nomer qoldiramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat qilamiz. Ko'rishinglar mumkin. Chiroyli holatda suvlar qo'yilyapti. Bizga suv bilan to'kka sharoit qilib bersanglar bo'ldi. Qolgan hamma mahsulot, gips, sement, pena, tagiga solingan materiallar usta haqqi mana bollari puli bilan 35 mingdan 45 ming so'mgacha. Kuzatuvchilar ko'rishinglar mumkin. Tomda ham ishimiz juda ham qizg'in ketyapti. Bu yerga 8 santimetrga zaka solingan. Xudo xolasa mana chiroyli holatda qo'yib berilyapti. Ishonchli gipslarimiz solib, Hindiston parashovidan tayyorlangan penalar ochilib, xudo xolasa. Tajribali ustalar ish qilyapti. Ko'rishinglar mumkin. Sizga xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomer turibdi. Usta Otabek nomeri, aloqaga chiqaverasizlar. Bu yerda bizga shunaqa cho'rni holatda topshirasizlar. Tagiga solinadigan materiallarni solib qo'yib beramiz. Bu yerdagi joyimiz shuncha joyimiz qoldi. Riyolarga qo'yib bo'lishgan. Ko'rishinglar mumkin. Usta yurib bir qator ko'rsatib o'taman sizlarga. Hali qattiqligi yo'q. Stolimiz chiroyli holatda qotgan. Aylanma atrof uy bo'lgan ekan bu yerda. Ko'rishinglar mumkin. Tangillab chiroyli qo'ygan. Aloqaga chiqaverasizlar. Eng gilamli usta Sardorbek. Ko'rishinglar mumkin. Sardorbek yo'q bo'lsa ish ham bo'lmaydi. Machi bola borganda ishni topshiradigan bola shu men yo'qligimda. Machi bola bormasa quydirmaylar tominglarni. Malakam deb Aloqaga chiqaverasizlar. Sizlardan chiroyli qilib xizmatingizni qilib beramiz. Mana sementlarimiz, gipslarimiz hammasi joyida qo'shiladi. Materiallarimiz mana shu materialdan bo'ladi mana. Qalin, xudo xolasa to'sinlar chiritmaydi 100% garantiya. To'sin chirib ketsa boshqa bo'lsa, pulinglar qaytarib berilaveradi, muammo yo'q. Suv solindi, gips solinyapti mana yana. Hozir bir qator qush videolarni qo'yib ko'rsatib o'taman. O'ta darajada chiroyli bo'lib chiqyapti. Ekranda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Gilamni ustani olib qo'ying. Savoldan gilamni usta. Yangi shogird Nanaydan Ulug'bek. Yaxshi o'g'lim sog'lig'i tayyor bo'ldi mana. Birorta teshik ham qolmaydi. Teshiklari ustalar shunaqa qilib yamab, chiroyli qilib qo'yib berishadi. Bir-biridan o'taman degan ustalar, Sardorbek, Kamoliddin bir-biridan o'taman deb harakat qilyapti ishlab. Ekranda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat qilamiz. Keyingi xizmatlarimiz Toshkent, Qashqadaryoga bo'ladi. Hayitdan keyin.